Gelin alsın hemen mi? Aha, gelin canım görüşe. Gelin canım görüşe. Ha, kurtkara. Ha. Ha. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum. Yaxshi kunlar. Ramazon kerak keldi. Ayakınızı yararsın. Hoşa karısınlar. Radimiz bo'lsin. Shodina ayyomlar muborak bo'lsin. Aziz to'ylarga, aziz kurslarga kelin keldi. Kelin muborak bo'lsin. Quvonchli o'tirgan. Munnati barakmi? Og'amizga to'ylar Munnati barak, Nizarxon aka. Gelinimizga farzand to'ylar muborak bo'lsin. Go'zal ajablar bo'lsin. Fazilgina onamizga to'ylar muborak bo'lsin. 500 ming like alasangiz. To'ylar muborak bo'lsin. Yaqinlashtirib beraymi? Kelin muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Yangidan xush kelibsiz. Qarang. Salomlari tabarruk, qadama-qadim ko'ramiz, tingimiz, kelinchagimiz yengasi bilan qilib ta'zim. Qutlug' qadam bilan mehmon kelin kelibdi. Mehmon emas, mezbon kelin kelibdi. Ertalagin tabarruk deb qo'yibdi. Ko'ramiz, tingimiz, kelinchagimiz ta'zim qiladi. Shimildiqqa yashti bo'ylaga mehmon sig'mas. Qarang, ostonasi uylariga, YouTube tepkilar to'ylariga ko'ramiz, tingimiz, kelinchagimiz ta'zim qiladi. Yangilari, gelin qizimiz kelinsiz qadamingizga esa hasanatlar bo'lsangiz. Ana shunda kelin salom bugunlarini tanishtirib o'tsak, o'zi shunda marhum Humoyislarga ta'zimimizni ayamizdan egilib, jildan ta'zimlar qilib qo'yasiz. Bo'lmasa tayyor bo'lsangiz, kelin salomni boshlab olsak. Bismillahirrohmanirrohim. Ushbu go'zal ayyomda galinga yonishganda, go'zal yurtim har yonda mustaqil bo'lgan onda tutlanmoqda udumlar, shogirdlar, odamlar. Kelin salom aziz ajadaga xos. Udumlar yaxshidir. Jo'shqin ehtiros. O'zbek ona sunnat bo'lmoqda qalbim. Yurak ko'rishlar ko'ksimda qo'lim. Yaratganga bandam har bir tirik jon. Muhammad ummatimiz ahli musulmon. Shu sababdan boshlab so'zimni bismillohdan, kalima ko'tarib kalomullohdan, la ilaha illalloh Muhammadim Rasululloh. Bismillah deb salom boshlim ayzlarim. Bunga Allohim guvoh. Hamma xalq ham aslo odam atodir. Qabul qarindoshimiz ungan omon havodan. Nikoh